Ayiq changali yelkasini kesib o'tdi va bola o'zini havoga tashladi. Shamol uni ko'tardi. Havoda yengillik shunchalik kuchli ediki, hatto quvonchdan kulgisi kelgandek bo'ldi. Ammo keyin pastga qaradi. Jarlik u o'ylaganidan ancha baland ekan. Tananing og'irligi uni oldinga uloqtirdi, lekin uni to'g'ri tusha olmaydi. Pastda esa qirrali toshlar juda ko'p. Bola ko'zlarini yumdi va dengizga otildi. Butun nafasi birdan ko'ksidan chiqib ketdi. Tizzasi suv ostida qattiq bir narsaga urildi. To'lqin uni qirg'oqdan uzoqlashtirib, chuqurlikka tortib ketardi. Ko'kragida havo bo'lmagani uchun suza olmay, bor kuchi bilan talpina boshladi. Ko'zlari hanuz yumilgandi. Yuziga qum bosgan tosh kelib urildi va u yo'nalishni o'zgartirdi. Okean oqimi uni qayta-qayta ag'darar, ongini qorong'ulikka tortardi. Ammo oyoqlari bir qattiq joyni topdi va u bor kuchi bilan tiralib, suzishga harakat qildi. Bola boshini suvdan chiqarib, to'yib nafas oldi. Ko'zlariga quyilgan suvni artib, atrofga xavotir bilan boqdi. Dengiz uni jarlikdan uzoqqa, ochiq suvga olib ketgandi. To'lqinlar uni ko'tarib, yana pastga tushirardi. Shamol to'lqinlari uni u yoqdan bu yoqqa uloqtirardi. Shu payt u jarlik bo'ylab pastga tusha boshlagan ayiqni ko'rib qoldi.